Skincare 2 tungi uhot. Yuzimdagi makiyajimni mana shu gidrofilli masla bilan yuvib olaman. Keyin sevimli Skin seriyasining umumvalkasi bilan albatta gidrofilli masladan keyin yuvib olish kerak. Birlik mexga tish cho'tkasi hamda Pure Gold 24 karatli tilla tish pastasidan foydalanaman. Yuzimni artib olib, Iceol peeling gelini kechki uxotda bir haftada bir marta ishlataman. Peelingni yuzga surib 5 daqiqa kutamiz. 5 daqiqadan so'ng yengil massaj bilan yuzdagi o'lik terilardan xalos bo'lamiz. Iliq suv bilan yuvib tashaladi. Sevimli Skin umumvalkasi bilan qayta yuvib olaman yuzimni. Artib Skin losyoni bilan yuzlarimni yaxshilab artib olaman. Ko'z atrofi uchun Iceol vokruг glazini surib olaman. Yuzim elastikligini oshirish hamda yuzimdagi post-aknelardan, dog'lardan qutulish uchun mana shu sivrotkadan foydalanaman. Yumshatuvchi balzamimizni ham unutmaymiz. Yuzimiz ham tayyor. Endi sochimizga o'tamiz. Sochga mana shu 17 tasi bitta termozashitniy va sochni o'stiruvchi, himoyalovchi spreydan foydalanaman. Massaj qattiqroq yordamida sochni massaj qilib, so'ngra kosichka qilib o'rib olamiz va badan uchun sprey sepib olamiz. Video yoqqan va foydali bo'lsa, like, podpiska kutib qolaman. Rahmat.